Har bir millatning milliy libosi bu xalqning tarixiy madaniyati va o'zligini aks ettiruvchi bebaho merosidir. Ayniqsa, o'zbek milliy liboslarining har bir naqshi, har bir rang o'ziga xos ma'no kasb etib, ajdodlarimizning hayot tarzidan hikoya qiladi. Milliy libos jamiyat ko'zgusi shiori ostida Jizzax shahar oila va xotin-qizlar bo'limi hamda oqila ayollar harakati hamkorligida o'tkazilgan milliy tadbir tafsilotlari dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Bugun o'tkazilayotgan tadbir milliy qadriyatlarimizning yana bir bor yorqin namunasi bo'ldi deyish mumkin. Atlas va adras liboslarimiz, do'ppilar, bularning barchasi bizning asl o'zbek ekanimizni, boy madaniyatimizni ifoda etadi. O'yin, kulgu va ajoyib guruhlar ishtirokida boshlangan tadbirda Jizzax shahar oila va xotin-qizlar bo'limi hamda oqila ayollar harakati a'zolari, shahrimiz mahallalarining xotin-qizlar faollari hamda folklor jamoalari faol qatnashdilar. Tadbir O'rda ekologik bog'ida tashkil etilib, bu yerga madaniy hordiq uchun sayrga chiqqan mehmonlar ham ushbu go'zal muhitdan bahramand bo'lib iliq munosabat bildirishdi. Yoshlar tomonidan oilaviy qadriyatlar va qaynona-kelin munosabatlari aks etgan sahna chiqishlari tomoshabinlar yuziga tabassum ulashdi. Chiqishlar davomida o'zbek xalqining bir-biridan nafis atlas va adrasi milliy uslubda namoyish etilib, go'yoki milliylikka asoslangan zamonaviy moda sahnasi namoyon bo'ldi. Ayniqsa kelin salom chiqishlari o'ziga xosligi bilan ajralib turib, urf-odatlarimizni, o'zbek kelinlarining ibo hayosini va madaniyatini yana bir bor ko'rsatib berdi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'zbek xalqining har bir milliy libosi bu shunchaki kiyim emas, balki o'zida butun bir tarix, madaniyat va milliy ruhni mujassam etgan bebaho merosdir. Har bir chiqish milliy qo'shiqlar sadolari ostida bezatilib, tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Bu esa qadriyatlarimizning bardavomligi, avloddan avlodga o'tib kelayotganligini anglatadi. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan ishtirokchilarga tashkilotchilarning tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, qadriyatlari ulug'lanib borayotgan yurtimizda milliy urf-odat va an'analarimiz barhayot saqlanadi.